Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega ayol, aynan ayol o'zida ichida bo'la olishi kerak? Agar ayol o'zida ichida bo'la olsa, u tashqi muammolarni xotirjamlik bilan hal qiladi. U shunchaki o'ylamay reaksiya qilmaydi, u anglab javob beradi. Bu aslida biz ayollarni tabiatan, fitratdan yaratilish holatimizdir. Hech bolachalarni kuzatganmisiz? Bolachalar eng o'ziga yaqin. Keyinchalik tarbiya boshlanadi, har xil dasturlar o'rnatiladi. Hozirgi zamonni-ku aytmasa ham bo'ladi. Qayerga qarasangiz ideal ayol, ideal ona, ideal qomat, ideal hayot. Faqatgina biz ideal emasdikmiz. Bu idealliklarni ichida o'zimizni yo'qotib qo'ydik. Biz aslida kim ekanligimizni, nima xohlashimizni, nima his qilayotganimizni, o'zimizni eshitishni, qayerga qarab ketayotganimizni bilmay qoldik. Ba'zida bu savollarga javob berish ham qiyin. Agar sizga men aytib o'tgan holatlar tanish bo'lsa, agar sizga men aytganlarim ozgina bo'lsa ham yuragingizga tekkan bo'lsa, yaqin kunlarda boshlanadigan Telegram kanalimda o'tkaziladigan 7 kunlik mutlaqo bepul o'zimga qaytish nomli transformatsion marafonimga sizni ham taklif qilib qolaman. Marafonda qatnashish sharti faqatgina mana shu videoni hech bo'lmasa bitta tanishingizga jo'natishingiz. Qatnashish mutlaqo tekin. Qatnashish uchun pastda Telegram kanal silkasini va marafon o'tkaziladigan yopiq guruh silkasini qoldiraman. O'zingiz bilan yuzlashishga tayyormisiz? Agar shunday bo'lsa, men sizni kutib qolaman.